Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Xabarchi.uz kanalida O'zbekistonda va dunyoda kuzatiladigan so'nggi yangiliklar. Biz o'z ishimizni boshladik. Azizlar, xabarlarimizdan to'liq ma'lumot olish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Video ostida bir dona like tugmasini bosib, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimizda pensionerlar uchun ajoyib xushxabar e'lon qilindi. Batafsil videoda xabardor bo'ling. Pensiya olishda yangi imtiyozlar joriy etildi. 2026-yil 1-iyundan boshlab qonunga muvofiq 20 yil ish stajiga ega bo'lgan ayollarga yoshga doir pensiya umumiy belgilangan yoshdan 1 yil oldin tayinlanishi belgilanmoqda. Bu o'zgarish yillar davomida mehnat qilgan ayollar uchun muhim yengillik sifatida baholanmoqda. 20 yil ish stajiga ega bo'lganlar endi pensiya belgilangan yoshdan 1 yil oldin olish imkoniga ega bo'ladi. Bu xabar pensionerlarimiz uchun ajoyib xushxabar bo'ldi deb o'ylaymiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.